Елеузевич Жамалдиновке береміз. Мархамат. Ассалаумалейкум, қадірлі өнерсүйер қауым. Камалдин Турдумуратович, сізге зор алғыс білдіреміз. Осында Фирuz Арапшанның Өзбекстан мемлекеттік консерваториясында ұжымына үлкен алғысымызды білдіреміз. Алғыс хатымызды таныстыруға қазақтың қара домбырасы сіздерде
сіздерде де шырқала берсін. Қазақ пен өзбек осы ағайындарымыз бірлігіміз арта берсін деген ниетпен осы кішкентай сыйлықты тапсырдым. Sonraya almışlar. Aziz yurtdoshlar hamda yurtimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, bugun mana juda ulug' bayramlar atrofida, ya'ni ayomida o'tiribmiz. Hammalar Navruz bayrami bilan, hamda ro'za-i Ramazon bilan, hamda mana shunaqa go'zal bir konsert dasturini tashkil qilganinglarga sizlarga ming rahmat, tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hali madaniy hamkorliklarimiz hali juda ko'p davom etadi degan umiddaman. Bugungi ajoyib dastur uchun ming rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabini jamoasi nomidan, A.Жұбанов nomidagi musiqa maktabini xalq cholg'ular yo'nalishi bo'yicha 55 yilligi munosabati bilan ozgina bo'lsa ham o'zimizni sovg'amizni qabul qilasiz. Tabriklaymiz. Молодцы, супер, просто класс. Sahnaga ko'rganimizdan judayam xursandmiz. O'ylaymizki, bu yerda taqdirlanayotgan har bir yosh sizni qo'lingizdan shunaqangi chiroyli taqdirlarni olishi intizorlik bilan kutyapti. Andijon viloyati Jalolobod tumani 13-sonli maktabining rahbari Nurxon Qoraboyeva yana bir bor taqdirlanyaptilar. Qarsaklarimiz. Qozog'iston Respublikasi Aqto'be shahar 1-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi Konilashar Ансамбль rahbar Zebel. Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani 8-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi Orkestr rahbar Maqsud bergen. Biroz qarsaklarni ostida kelamiz. Tojikiston Respublikasi Xo'jand shahar ixtisoslashtirilgan san'at maktabi Ансамбль rahbarlar Zamira Jo'rayeva